Hammaga salom. Bugun 9-kun va men bugun obedda turdim. Sababi tong sahar 5 gacha o'rtoqlarim bilan ko'chada yurganman. Yuzimni yuvib olib, xonamga kirib, akkuratniy qilib jamlashtirib qo'ydim. Undan keyin esa zavtrak plus obedga tayyorgarlikda ko'rishni boshladim. To'g'risi, ro'zadan keyin ancha ishtaham yo'qolgan. Oldinlari kuniga 4-5 mahal ovqatlanib yurardim. Hozir esa 1-2 mahal ovqatlanib, bemalol ishlarim qilib yuribman-da. Ovqatlanib bo'lib, xonamga kirib, sekingina uborkaga start berdim. Birinchi bo'lib yotadigan joyimni chotki qilib pilisoslab chiqdim. Keyin esa dars qiladigan joyimga o'tdim. U yerdan chotki moshna qilib pilisoslab chiqib, dars qiladigan stolimni akkuratniy qilib yig'ishtirib qo'yib, darsga tayyorgarlikni boshladim. Har doimgidek birinchi qiladigan darsim bu mnemonika darsi, Davron aka darsi. Bir kun oldin metroda u darslikni ko'rgandim, lekin kelib konspekt qilmagandim va bu darslikni qayta ko'rib, o'zimga tushunarli holatda to'liq qilib konspekt qilib qo'ydim. Mnemonikadan so'ng AS listening boshladim. Listeningni anchadan beri qilmayotgandim. Shu sababli bitta audini 2-3 marta eshitib qildim. To'g'risi juda ko'p xato chiqdi. Shu bilan shomdan keyin ofisga bordim. Ustozimning oldiga u yerda 1-2 maslahat ishlab bordi. Ularni tugatib, kechga yaqin uyga qaytdim. Shu bilan kunim tugadi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Sog' bo'linglar.